Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, Asror aka, ko'rinmay qoldingiz. Bir kundan beri video qo'ymayapsiz, deyapsizlar. Do'stlar, qo'ylarimiz tortilib qoldi. Savdolarimiz yaxshi ketyapti, do'stlar. Mana qo'ylarimiz qo'zilashni boshladi. Sizlardan betadan like so'rab qolamiz. Biz esa ijodda davom etamiz. Sizlarga qaynoq ma'lumotlarni berib boraveramiz. Do'stlar, sizlar bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom etaveringizlar. Surxondaryo barakali Hisori qo'ylarini, zo'rlarini Asror Donayev kanalidan xarid qilasiz. Do'stlar, sizlarga qanday qo'y kerak? Yirik qo'ylar kerakmi? Mana sizlarga. O'zi tulaydigan qo'y kerakmi? Mana sizlarga do'stlar. Sifatli, o'zi tulaydigan 40 junli qo'zilarni mana shunday yirik qilib beradigan qo'ylar kerakmi? Do'stlar, bizda doim eng saralari, eng yaxshilari bo'ladi. Mana barokat yomg'irlari ham do'stlar yog'ib turibdi. Duolar ijobat do'stlar. Yaxshi niyatlar qilib qo'yaveringizlar. Qo'ylarimizga baho berasizlar. Zokirjonni qo'rasidan. Zokirjon, assalomu alaykum Asror aka. Assalom, tinchmisiz? Salomatmisiz? Alloh qo'taningizga baraka bersin. Necha bosh qo'y ko'rsatamiz bu yerda? Xudo xolasa aka 34 bosh aka. Hammasi bolalikmi? Aka 16 tasi ona bola. Aha. 18 tasi bo'g'iz, 18 tasini 10 tasi shu 10 kunga qolmay tug'ib beradi. Yashasin. Hammasi yelillab qolgan aka. Ayli yangi yilgacha borib. Xudo xolasa nasib qilsa. Do'stlar, mana qarangizlarda, hammasi kattadan katta tug'iladi. Nimaga? Mana shu qo'ylarimiz ham aytaylik mana 4 litr, 5 litr suti bo'lsa, oddiy kichik qo'ylarni misol uchun 2 litr, 3 litr suti bor. Endi katta yegan qo'zini bola nima deydi? Katta yeb o'rgangan qo'zi ham katta bo'ladi-da, do'stlar. Mana bularni nima deydi? Sutini yog'liq miqdori ham juda baland bo'ladi. Bundan keyin yana ham yondiramiz. Sariq qo'ylarni ko'rsatamiz sizlarga. Qorabetni tozalaridan ko'rsatamiz. Zokirjon, qani ularni ham beqaylantiring, oldilari bilan ham bir ko'rsataylik. Yashang, mana qo'y olaman deganlar. Bizda faqatgina nimani o'zi emas, qo'ylarni o'zi emas, bilasizlar, ma'lumotlar bilan birgalikda qizdiramiz. Qo'ylarni ko'ring Asror aka, mana hammasi. Mana ko'rganingizdek bir-biridan ziyod qo'y aka. Ana shunday, barakasini bersin, hammaga bo'lsin. Qani Zokirjon, mayli ushlamang qo'zilarni. Ko'rsatamiz aka, mana siz. Aka, mana qo'zini sifatiga qarang, mana qarang. Ekstrerga qarang. Qarang, mana baho bering, mana aka, qo'yvering. Qo'yvering, shunday qo'yverganda naborat yaxshi ko'rinyapti. Ushlaganda tortilib qo'yapti. Mana qo'zilarni bir sifatiga qarang. Qo'yda ham qarang aka. Ko'rinib turibdi. Siz mana qo'zini qarang, qanday tushgan. Qo'ylarni qayirib keling. Bor. Vah. Mana qarang aka. Yashang. Oyoqlari oq aka. Ishqibozlari bor-da buni ham. Ha aka, oyoqlari oq chiqdi. Yashang. Qani Zokirjon, endi bularda narxini qizdiring. Qo'ylar zo'r. Mana aka, onasi shumi? Olaniki shu aka, mana. Yashang, mana. Mana. Ushlab ham ko'rsatib beryapti Zokirjon. Mana. Qo'chqor qo'zisi, mana. Chiroyli, qariqqina qo'yimiz ekan. Zokirjon, qani bularda endi bir narxini ayting, qani chiroyli qilib yaqinlashtirib ayting, qani nech puldan berasiz? Asror aka, buni bir joyga olayotgan muxlisimizga aka. Olib qochmaygani aytaylik. Xo'p. 34 ni bir joyga olsa, oxirgi narxi aka 9 milliondan bo'lsa dastlabki qilib beraman. 9 dan zo'r narx, qo'y zo'r, narxi ham zo'r, lekin kelishtirib beravering Zokirjon. Asror aka, bitta narsa, kommentariyada u yozayotganlarni Xudo xolasa shu xonadoniga shunday qo'y borish nasib qilsin aka, hech bo'lmasa. Ko'rolmaydiganlar ko'rib qo'ysin, biz qanaqa qo'y chiqaradiganimizni ularga e'tibor bermang. Siz bu yog'ini aka arzon qo'yib, arzonni sho'rpasi totmas deydi-ku aka. Mana aka qo'y. Barakali qo'ylarimiz. Mana. Mana nima ekan? Mana qo'chqor qo'y. Yosh qo'yimizni qarangizlar, qo'y. Mana hammasi mana shunday aka. Ikki tish qo'y aka. Qo'yimiz. Endi bu narsada bu narsani ko'p aytganman. Qanday qo'y boqsangiz, shunday qo'y xonadoningizda bo'lsa, ertaga shunday narsani sotasiz. Mana boyna ertalab tug'di aka mana. Ertalab ha? Kichkina qo'zchog'imiz. Onasi shu ekan, ha? Barakasini bersin. Zokirjon, tuqqanlarni o'zini olaman desa qanchaga qilib berasiz? Mayli, onasi shu, ha? Mana. Onasi ham yirik qo'ygan. Vah. Maniki yoshlariga. Ay zo'r, barakasi. Qo'yimda bitta tish katgani yo'q aka.
Ana shunday. Do'stlar, biz aytamiz, doim sifatga Mana aka, ishlashingizni. qo'ydi rangini qarang. Mana shu kelasi yil yana narxlar ko'tarilib qoladi-da, shuning uchun imkon borida hali ham olib olasizlar. Zokirjon, bolalikni o'zini olaman yoki bo'g'ozni o'zini olaman desa ham muomalasini qilaverasizmi? Aka, Ha. ona bola bo'g'ozi bilan olaman desa, olaman degan muxlisingizga 9 da o'tib beramiz. Kam qilib, ha? Ha. Aha. Ona bolani o'zini olayotgan bo'lsa, bo'lar joyi 9 million so'm. Ha. Shunda hozir bir Aytay aka. Shunda hozir bir joyda necha puldan bo'ladi? Ha, o'zlariga o'tib berasiz. O'tib beramiz aka, o'zlariga. Akasini bersin. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Qaytar. Qo'yda ko'rib olasizlar. Zokirjon pulni sanab oladi. Do'stlar, bemalol ustida kelib olasizmi? Zakaz qilib chaqirib olasizmi? Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa, mana shunday nasldor qo'ylarni izidan, demak, qora betlarni biz ko'rsatamiz. Ketdik. Do'stlar, mana bu yondiradigan qora betlarni saralari do'stlar. Mana qo'chqori qora bo'lgan ekan, ha. Ha, mana boshlarni ushlab olasizmi? Vah, mana do'stlar, siz sevgan yana mana shunday yaxshi qo'ylarni chiqaradigan Zokirbek. Mana Zokirjon, qora betlar nechta endi? 14 bosh aka. 14 bosh. Barakasini bersin. To'llashni boshlabdi. Xudoga shukr, Xudo Qani barakasi. bironta qo'yni ham ushlab oling qani Zokirjon. Ha, bu qo'ylarni qarang-da, yondiradiganlari, o'zi tulaydiganlari. Mana, ushlaganda bilinadi-da. Mana ushlaganda. Telefonda qiyin masala do'stlar. Biz kattani maydani katta qilib ko'rsatmaymiz. Mana shuning uchun yigitlarga aytamiz, ushlab ko'rsating deymiz. Oyoq qo'lni qarang. Yoshi nima ekan? Mana aka yosh. Mashalloh. Mana do'stlar. Aka, sifat qo'y chiqaraman. Qarabet bo'lgan bilan qarabetni sifati bor aka. Ana shunday. Mana yoshligini ham qarang-da aka. Ana shuni aytaman-da. Yo'g'onligini qarang, qirg'ligini qarang. Ali. Barakali Hisoor qo'ylar Telegram gruppam bor. Siz uncha kirmaysiz. Bugun ertalab ham Qirg'izistondan olib keldik deb, Arashan deb tashlayapti-da, sifatli deb o'ylashadi-da, akalar. Yo'q, bundan keyingilari bo'lib ketadi. Agar mana shu qo'ylarimizga ham hozir qo'chqorni, junligini, puxligini qo'shing, shu qo'ylarga nisbatan ko'zlari sal nima deydi, qo'polroq bo'ladi, lekin sifat buziladi, undan buyog'i pastga qarab ketadi. Lekin bularga to'g'ri qo'chqor qo'shilsa, bollari yondiradi. Qo'zini sifatligini qarang aka. Ana shu yondiradi. Qani qochib ketdi. Qo'yavering, mayli bo'ldi, Zokirjon. Akasi qo'ydi ketib yuruvini qarang men aka. Oyoq qo'lni qarang deng. Mana shu qo'y ham har yili yegiz tuqayotgan qo'ylardi. Zotidan aka mana ilinlab turibdi. Yashasin. Bitta tuqsin zo'r bo'lsin. Mayli yegiz tuqsin, ikkalasini ham zo'r boqsin. Egasini xursand qilsin, men xursandman. Ana shunday. Barakali bo'lsin. Xudo xolasa. Bir qarab haydang qo'ylarni. Zokirjon, narxini ayting. Aka, ayting. Qo'yiga qarab aytaveramiz aka, masalan. Qanchadan? Aka, bo'lar joyi 8,5 milliondan bo'lsa qilib beraman. 8,5 milliondan. Do'stlar, mana shu qo'ylarimizni biz qanchadan? Misol uchun 1 oy oldin 8 milliondan sotib turuvdik. Shunaqami? Shunday aka. Mana o'sha qo'zilashga keldi, qo'zilashni boshladi. Hali ham menimcha mana 500 ming sal qo'zisidan farq qilib turibdi. Qo'yni ushlab ko'rsatdik. Sifatini aytib beryapmiz. Ustida kelib ko'rsangiz, yana ham o'zingiz misol uchun tushunib olishingiz osonroq bo'ladi. Aslan aka, galingizni oldimiz bu 50 ta sonni chiqarib, narxini arzon qilmaymiz. Sariq olaman degan, sariqni o'zini ishqivozi aka qo'ydi xudo xolasa chiqqandan aytadi nimaligini. Qo'ydi sifatiga, erta olmoq sotmog'ini o'ylab olsin aka. Yashang. Sifat o'ynaydi aka baribir. Qarang, ketishdi qarang. Qaytar bachcha, qaytar. Ana shunday olishdan sotmog'i bor. Do'stlar, mana shunday haqiqatdan ham Zokirjon shu joyda juda bir o'rinli fikrlarni aytib ketib ketdi. Biz bilganlarimizni 50 ta kerak emas, 20 ta qilsin, xudo xolasa erta sotishini o'ylasin aka, mana. O'zi hozir zotini qarang qanday qirq. 100 ta qo'yi bor odam, misol uchun unaqa odamlarga qiziq emas, lekin bir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, qo'ylari sara toza, qonli bo'lsa, sifat bo'lsa, uni qo'yi hamon qiziqtiradi. Shunday aka. U odam hamon qiziqtiradi. To'g'ri gap. Shuning uchun mana shunday sifatga ishlayverasizlar. Qo'ydi kelayotgan qo'yga ham qarang. Haydang bach. Haydang, mana kelishlarni ham bitta olib qo'yaylik. Mana shu yuradi, shuna yuradi, ertalab qaraysiz turib qo'yadi-da, tuppa-tuzuk bolani. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, shu maligi. Muxlislarimizni xursand qilsin.
biz xursandmiz aka. Akajon o'tib berasiz dastavka qilib. Xudo xolasa aka, egasi chiqsin, muomala qilamiz aka. Yashang. Ha buni egasi chiqmasa qiyin masala degingda, egasi chiqmasa deb. Xudo xolasa aka, buni egasi qoladigan mol emas-ku bu. Juda aka, molni bilgan odam o'zi bilib oladi Asror aka. Do'stlar, bo'lmasa aloqaga chiqasizlar, shoshilasizlar do'stlar. Biz ko'rasizlar, sariq qo'ylarni ko'p ham qo'yib bera olmayapmiz. Kam chiqaryapmiz, lekin sog'lom emas, sifatga ishlayapmiz. Do'stlar, xulosa o'zingizdan hammaga nasib qilsin. Like'larni bosib qo'yamiz. Do'stlar, biz hali bundan keyingi videolarda bizni hali ham kutib qolavering. Biz zo'rlardan zo'rini ko'rsatib boraveramiz. O'zini qarang aka. Urg'ochmi erkakmi? Qo'chqor aka. Voy! Qo'chqor bu, Qo'chqor ekan, qo'chqor ekan, Voh. Videoni tugatay deyman-da, bir narsalar qilib odamni mana aka. Yondirasizda Zokir. Uni turishini qarang, oldi erkak kengligini qarang. Bu boshqa narsa-da. Bilgan biladi-da. 3 tasi tuqqan aka. 14 bosh, 11 tasi bo'g'oz, 2 tasi bolasi qo'chqor. Ana. Hali yana barakasi ichiga yana. Shunday nasib Xudo xolasa. Do'stlar, pulingiz o'zingiz bilan ketib qoladi. Yashang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.